Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin ilohim. Bugungi tongimiz, kunimiz ham oxirat ishlariga, ham dunyo ishlariga foydalik kunlardan biri bo'lishini Alloh nasib qilsin. Bularda bu ihsonlarni Alloh ulug' dargohiga qabul qilsin va maqsadlarni ziyodasi bilan yetkazsin ilohim. Bular haqlarida, o'zimiz haqqimizda qilgan va qiladigan duolarimizni Allohim ilohim ijobat qilsin. Bunday ihsonlar nimaga bo'ladi? Maqsad bitta, duo olish bo'ladi. Kimdir qiz chiqaradi, ihson qiladi. Bolami duo qilsin, qizim baxtli bo'lsin, oilasi buzilmasin deydi. O'g'il uylagan ham shu. Farzand ko'rib ularga aqiqa qilayotgan ham shu. Xullas bir duo maqsadida el yurti chaqirib ziyofat beriladi. Bu degani shu joyga kirgan odam, har bir odam duoni faqat domlalar, hoj dadalar qilmaydi. Duoni hamma qilish kerak, hammalaring qilishlaring kerak. Bu dasturxonni yuziga o'tirib, dasturxonga o'tirib qo'limizni ko'tarib betimizga surkab qo'yishimiz o'zi duo emas bu. Bu odat bir refleks bo'lib ketgan hayotimizda, o'tirib qo'lini ko'tarib betiga surkab qo'yadi, bo'ldi. Buni o'zi duo emas bu. Duo deb turib butun vujudi bilan sizni yo'qdan, meni yo'qdan bor qilgan Robbimiz Allohga bog'lanishlikni duo deydi. Chunki Rasululloh aytganlar, g'aflat qalb bilan qilingan duo ijobat bo'lmaydi. Agarchi Ka'bani ichida bo'lsa ham. Ka'bani ichida bo'lsa ham duo ijobat bo'lmaydi u. Chunki Alloh sizni meni duoyimizga qarab qolmagan. Sizni meni ibodatimizga qarab qolmagan. Alloh hech nimaga muhtoj emas. Allohga hech nima kerak emas. Siz ham kerak emassiz, men ham kerak emasman. Sizni haj qilishingiz ham kerak emas, meni umra qilishim ham Xudoga kerak emas. Bizni yaxshi yashaymizmi, yomon yashaymizmi, Xudoga uni umuman qizig'i ham yo'q. Duo qilamizmi, qilmaymizmi, uni ham umuman qizig'i yo'q. Va shu to'y chiroyli duolar Qur'on tilovat bilan o'tadimi yo 200 ta aroqni olib kelib qo'yib yuborib o'tkazadimi, uni ham qizig'i yo'q Xudoga. Alloh Qur'oni Karimda aytib qo'ygan shu gapni, astag'izu billah. In ahsantum li anfusikum va in asatum falaha. Yaxshilik qilsang ham o'zingga, yomonlik qilsang ham o'zingga deydi. Shu Robbimiz Alloh bizni yo'qdan bor qildi. Bizni yo'qdan bor qilib dunyo va oxiratda sharmanda bo'lishimizni, pazor bo'lishimizni, xor bo'lishimizni xohlamaganligi uchun o'zini dini bo'lgan islomni shunaqangi shakllantirib berdiki, islomga amal qilsak, keyin bu dunyo u dunyoda xor bo'lmaymiz. Keyin bu dunyo u dunyoda pazor, sharmanda bo'lmaymiz. Keyin bu dunyo u dunyoda keyin aziz yashaymiz. Chunki har bir narsani ixtiro qilib yasagan odam u nima bilan yaxshi yurishini biladi. Shuning uchun mashina chiqargan ba'zisi aytadiki, bunga salarka quyasan deydi. Ba'zisi aytadi, bunga benzin quyasan deydi. Bunga 1,5 tonnadan oshiq yuk yuklamaysan deydi. Hamma informatsiyani yozib qo'yadi. Shu salondan mashina olib chiqqanimizda barda cho'gida kitobda yozilgan narsaga amal qilsak, mashina zo'r yurganidek Alloh bizni yaratib bizga kitob berdi. Uni nomi Qur'on bo'ladi. Qur'on bo'lmaydi, Qur'on bo'ladi. Bu Qur'on faqat o'liklarga o'qiladigan narsa emas. Bu rasmiyatchilik uchun ishlatadigan narsa emas bu Qur'on. Bir joyda izdihom bo'lsa, anoga ayt Qur'on o'qib qo'ysin deydi. Yo'q, u narsa emas bu. Qur'on xuddiki haligi barda cho'ydan kitob chiqyapti-ku. Mashina haqidagi informatsiya bor bu joyda. Xuddi shuni singari Qur'onda inson qandoq yashash kerak shu haqida informatsiya bor. Qur'onda jannat bilan do'zaxda xaritasi bor, lokatsiyasi bor, kartasi bor, yo'l xaritasi bor. Qandoq yursang, nima qilsang, nima ishlarni qilsang jannatga kirasan,
qandoq yashasang, nima qilsang, nimalarni qiladigan bo'lsang, do'zaxga kirasan. Shu haqida Alloh ma'lumot berdi. Mana u hayot dedi. Allazi xalaqal mauta val hayata dedi. O'lim va hayotni men yarataman deydi. Yuhyi va yumit, hayot beradigan ham menman, hayotingga tochkani qo'yib o'ldiradigan ham menman deydi Alloh. Mana u hayot, mana u yo'l to'g'ri do'zaxga olib boradi, mana u yo'l primoy jannatga olib boradi. Tanlov o'zingda. Xohlagan yo'lingga bor, uni o'zing hal qilasan, uni o'zing bilasan deydi. Shuning uchun Alloh hamma yo'qda aytib qo'yganligi uchun qiyomatda shuning uchun uzrlarimizni qabul qilmaydi. Uzrlar qiyomatda qabul qilinmaydi. Nimaga desa, bir ma'nosi uzr qabul qilinmasligi hamma narsa aytib qo'yilgan. Ikkinchi ma'nosi dinimiz uzr aytadigan narsa emas. Nima degani? Hozir sizdan qo'lingizdan kelmaydigan narsani so'rasam uzr. Mani 100 ming dollar pulim yo'q, qori, sizga hozir 100 ming dollar qarz bera olmayman deysiz. Nimaga? Qo'lingizdan kelmaganligi uchun. Yo meni mashinani ko'tarib naraqa jildirib bering desiz, menga yo'q, men uzr. Bu og'ir narsa, ko'tara olmayman deymiz. Alloh dinini shunday shakllantirib berdiki, qo'limizdan kelmaydigan, kalla olmaydigan, vaqtimiz yetmaydigan, pulimiz yetmaydigan narsa yo'q dinda. Shuning uchun uzr qabul qilinmaydi. Tushunmayapman, bilmayapman deyishlik bu bizi bahonamiz xolos. Shuning uchun qiyomatda bahonalar qabul qilinmaydi. Sabab Alloh Qur'onda men sizlarga dinlaringda qiyin narsani buyurmadim deydi. O'zi aslida din dunyoni, planetani obod qilish uchun tushirilgan. Planeta bor-ku, mana Yer planetasida yashaymiz u. Shu borlig'ini obod qilishlik uchun din shakllantirilgan o'zi aslida. Shu dinga amal qilsa keyin planeta obod bo'ladi. Nimaga desiz, mana hozir biz Jizzax viloyatida o'tiribmiz. Xo'p, biz viloyatimizda 4 milliondan oshiq odam, bu yerda bir 3 milliondan oshiq bo'lsa kerak, balki 2 milliondandir. Hozir shu yashab turgan joylaringda odamlarni xafa qiladigan ishlarni qilib yurgan odamlarni ko'ringda. Shular kimlar deb o'ylaysiz? Rus tilida mashennik deydi, o'zbek tilida firibgar deydi. Shu mashennik odamlar kimi xursand qiladi chetda o'tirgan? Hech kimi xursand qilmaydi. Tasavvur qiling, shuncha mehnat qilib topgan pulimizni bitta firibgar, betarbiya, haromdan qo'rqmaydigan una odamlarni haromxo'rlar deydi. 10 ming, 20 ming, 100 ming, 200 ming, 500 ming dollarlab birovlarni pulini olib, yo pabegda yuribdi, yo chetda yuribdi, xohlaganingni qil deyapti. Shular kimlar? O'sha o'zini dini bo'lgan, islomiga amal qilmaganlar shular. Chunki tarbiyalik oiladan 100% kafolat firibgar odam chiqmaydi. Tarbiyalik oiladan, ya'ni uyda o'tirib dada, ona bolasiga halol, harom haqida gapirsa, 100% kafolat o'sha xonadondan o'g'ri chiqmaydi, fohisha chiqmaydi, qotil chiqmaydi, jinoyatchi chiqmaydi. Bugun xalqimiz orasida shu jinoyatlarni qilib yurganlar kimlar? 20 yil, 30 yil, 40 yil oldin shu tug'ildi. Bugun ko'chada fohishalik qilib yurgan 25 ga kirgan bo'lsa, 25 yil oldin tug'ildi. 25 yil oldingi dadasi bilan buvisining xatosi bugun boshimizga bitgan balo bo'lyapti. Nima qildi? Dunyoga bolasini keltirib qo'yib, umuman tarbiya bermadi. O'zini vazifasini bajarmadi. Maktabda vazifa bajarmagan odam 2 bahona oladi. Bu dunyoda vazifasini bajarmagan odam qiyomatda jahannamga tushadi. Har bir insonning o'zini vazifalari bo'ladi. Shu vazifalar bajarilmasa, qiyomatda Alloh bizni nakazat qiladi. Nimaga qilmading bu ishni deydi. Senga bola berdimmi? Ha, berdim. Nimaga tarbiya qilmading? Hatto bolasi suzishni bilmaganidan cho'kib o'lsa, ota-onasi javob beradi deydi. Nimaga desa, nimaga bolangga suzishni o'rgatmading deydi. Bola tarbiyasida shu darajada biz mas'ul bizki, kerak bo'lsa non sindirishni o'rgatamiz. Choy quyishni o'rgatamiz. Ovqat yeyishni o'rgatamiz. Ko'chada yurishni o'rgatamiz. Hayotidagi har bitta detalini o'rgatamiz bolamizga. Chunki bir narsa bitsa,
uni ichida ba'zi birda 100 ta, 300 ta, 500 ta samolyotga 3 milliondan oshiq detal ketadi deyiladi. Har bitta detal o'z o'rniga aytilgandek qo'yilsa, keyin u puxta bo'ladi, keyin u go'zal bo'ladi. Hozir shu dasturxonni siz bilan men tuzaylikda. Buni ustadaqa tuzalmaymiz biz. Buni egasi qilganligi uchun mana dasturxon qani shinam chiroyli turibdi. Bolani ham boshidan boshlab ko'zi, qulog'i, og'zi, burni, qo'li, oyog'i har bitta a'zosini tarbiyasiga e'tibor bermasak, u ko'rinishi odamdir. Lekin Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, odam bordir, odamlarning naqshidir, odam bordir, hayvon undan yaxshidir deydilar. Bu degani odam bordir, odamlarning naqshi. Mana shu to'yxonani chiroyli qilib turgan nimasi? Naqsh chiroyli qilib turibdi, to'g'rimi? Bu degani har bitta a'zosi chiroyli, go'zal tarbiya qilinganligi uchun odamlarning ichida naqshdek go'zal inson bo'ladi. Bugun bizni go'zalligimiz faqat prichoska bilan yoki kiyib olgan kostyum shimimiz bilan emas, insonning haqiqiy go'zalligi tarbiyasi bilan bo'ladi. Davomida aytibdilarki, odam bordir, hayvon undan yaxshidir deyaptilar. Bu nima degani? Shu dunyoga kelganida dadasi, buvisi hali tepada aytganimizdek ko'zi, qulog'i, burni, og'zi, qo'li, oyog'i har bitta detaliga tarbiya bermadi. Bugun nima qilyapti? Ko'chada birovni buvisidan, onasidan kelib so'kinib yuribdi. Birovni g'iybat qilib yuribdi. Qo'lida yomon ishlarni qilib yuribdi. Qo'lida kitob yozib, zo'r maqolalar yozib, xalqimizni ongi tafakkurini rivojlantirishni o'rniga kimdirlar fitnalar, birovlarni yozmachilik qilib bir narsalar qilib yuribdi. Kimdirlar qo'lida odam o'ldirib yuribdi. Kimdirlar qo'lida odamni o'limdan qutqarib yuribdi. Kimdirlar qo'lida nashani urug'ini teryapti. Kimdirlar qo'lida kitob varaqlayapti. Mana aytaman, yangiliklarda ko'rdim televizorda. O'sha chegaradan noqonuniy bekitib olib o'tayotgan narko biznes bilan shug'ullanayotganlar. Shular ham bunday olib qarasangiz, o'zini odamman deb o'ylaydi. Sen odammisan, siz odamman deydi. Vaholanki mana shu 35 million aholidan oshdi mana O'zbekiston Respublikasida 135 xildan oshiq millat bor biz O'zbekistonimizda. Shuncha aholini shu yerda yashab, tug'ilib, shu yerda non tuzini yeb, qanaqadir narko biznes bilan shug'ullanib olib kirib, nechta yoshlarni zaharlayapti shular. Bular nimasi odam? Bu Alisher Navoiy bobomiz ikkinchi misrasiga tushadi. Odam bordir, hayvon undan yaxshi. Mol undan yaxshi degani qo'pol qilib aytganda. Nimasi bilan? Beodoblik, tarbiyasizligi bilan hayvonning maqomi undan baland bo'ladi. Bugun o'g'rilar kimlar? Xalqimizning ichida spitni tarqatib yurganlar kimlar bular? Kim shular? Ularda ham odam tug'di. Shuncha aytadilarki, bolangni tarbiyasini tug'ilishdan 20 yil oldin boshlagin deydi. Tasavvur qilyapsizmi? Bolangni tarbiyasini tug'ilishidan 20 yil avval boshlagan. Bu degani hozirgi 2022-yilda tug'ilayotgan bolalarni 2002-yilda tarbiyasini boshlash kerak. Bu aqlga sig'maydigan narsa bu. Bu nima degani desa, shu bolani dunyoga keltirayotgan ota bilan onalar 2002-2000-yillarda tug'ilgan bolalar-ku, to'g'rimi? Shularni zo'r tarbiya qilsang deydi. Keyin bugun shulardan zo'r bolalar dunyoga keladi deydi. Chunki tarbiyalik otadan, tarbiyalik onadan tarbiyalik bolalar dunyoga keladi. Bekorga aytilmagan, qush inida ko'rganini qiladi. Bugun meni bolam sizga o'xshamaydi, menga o'xshaydi. Sizni bolangiz sizga o'xshaydi, menga o'xshamaydi. Ilonni bolasi ilon, chayanni bolasi chayon bo'ladi. Shuning uchun ey ota-ona deydi. Seni yomon bo'lishga haqqing yo'q deydi. Nimaga desa, chunki seni yomonliging o'zing uchun bo'lsa mayli-di deydi. O'zing uchun bo'lmaydi. Birinchi o'rinda seni yomonliging xalqqa zarari bor, ikkinchi o'rinda seni bolalaring senga o'xshaydi. Bu degani men bitta yomon bo'lsam, 4 ta bolam bo'lsa, 4 ta yomon jamoatga qo'shiladi, yurtga qo'shiladi. Hozir O'zbekiston Respublikasida 8 million 700 mingdan oshiq oila soni bor. Respublikada shu, statistik ma'lumot shu. 8,5 milliondan oshiq oila bor, 9 millionga qarab ketyapti. Odam soni bas, oila soni. Endi tasavvur qiling, har bitta oiladan bir donadan betarbiya bola chiqsa, bilasizmi, jamiyat nima bo'ladi? Bir donadan. Men 2 ta bolasi, 3 ta bolasi, 4 ta bolasi
hamma bolasi betarbiya demayapman. Bir donadan betarbiya bola chiqsin, salkam 9 millionga yaqin betarbiya bola chiqadi. Nima bo'ladi? Shu 9 millionta bolani bir 15-20 xil yomonlikka bo'lib yuboring. 200 mingtasi mashinlik, 200 mingtasi qotil, 200 mingtasi fohisha, 200 mingtasi o'g'ri, 200 mingtasi poraxo'r, 200 mingtasi yolg'on savdogar. Shuna qilib bo'ling. Nima bo'ladi ahvolotimiz? 200 ming sifir bitta tumanda sifiri. Bitta tumanda 150 ming, 200 ming, 300 ming odam bo'ladi. Tasavvur qiling nima bo'ladi kelajak. Tasavvur qiling hayot nima bo'ladi. Bugun uyda xotirjam ko'k choyni aylantirib ichib o'tirish uchun yurt tinch bo'lish kerak. Xotirjam bo'lish kerak. Oramizda yomonlar bo'lmasligi kerak. Chunki meni bolam yomon bo'lsa, sizni o'ldiradi pichoq tiqib. Sizni bolangiz yomon bo'lsa, meni uyimdagi narsani o'g'irlaydi. Shuning uchun aytgan, ey ota, ey ona, sen yaxshi odam bo'l. Sabab qush inida ko'rganini qiladi. Bu qushlarga tegishli maqol emas bu. Qushlarga bu maqol bo'shim kerak emas bu. Qush inida ko'rganini qiladi degani, bolang uyda ko'rgan narsani informatsiyani hozir kamera menga qarab turibdi. Meni zapis qilyapti. Luqmon Hakimning gaplari bor. Tarbiya bola ko'proq tarbiyani ko'zi bilan oladi. Tug'ilib 1 yashar, 2 yashar, 3 yashar endi shakllanayotgan yosh avlod ham ruhan, ham jismonan, ham aqlan, ham iymonan endi shakllanayotgan bola informatsiyani qayerdan oladi? Mana hozir mana shu kamerada chip bor. Chip informatsiyani mana bizdan olyapti hozir. Hozir mana shu video ko'rsangiz, sizni ko'rsatmaydi hozir deydi. Televizorda ko'rsangiz, bizni ko'rsatadi. Chunki bizga qarab turib, bola shuni tug'iladi, 1-2 ga kirgandan keyin onasining qo'lidan tushadimi yerga? Mana nima yumalaq deydi, non yeyapti, qana sindiradi, qandoq ushaydi, qandoq tishlaydi, qandoq chaynaydi, qandoq yeydi, kimdan o'rganadi? Opa dadasidan o'rganadi, katta buvasidan o'rganadi, dadasidan, buvisidan, amakisidan, tog'asidan o'rganadi. Opa dada qo'l yuvmasdan kelib o'tirib ovqat yedi. Gigiyenaga ham to'g'ri kelmaydi bu buyog'iga olsangiz. Qo'l yuvmay kelib o'tirib ovqatlandi. Bolalar qo'l yuvmasdan ovqatlanadigan bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim demasdan yedi shu narsani. Bolalar ham bismillah demaydi. Bu narsalarga nimaga bismillah deyiladi? Suv ichyapti, non yeyapti, ovqat yeyapti. Umuman yaxshi ishlarda nimaga bismillah deyiladi? Chunki bizga nom bergan Alloh. Qur'onda sanlarda ham meni men boqaman deydi Alloh. Biz Allohni boqimandasi hisoblanamiz. Agar Alloh bizni boqmasa, bu kallari vundirgin kallalar, 4-5 ta diplomlar, bu kuchlar, bu milliard dollarlar ish bas bu. Mana ketma-ket yomg'ir yog'di. Kim to'xtatadi? Qani pullar, qani kuchlar, qani kallalar, qani qurollar? Allohning balosini kim to'xtatalar ekan? Siz bilan mendan zo'ri ham to'xtatalmaydi. Koronavirus keldi, kim to'xtatadi? Kim yig'ishtirib berdi? Qani meditsinasi ojiz bo'ldi. O'pkalar pnevmoniya bo'ldi. Zaharlandi, zararlandi. Kim lecheniya qiladi? Kim to'xtatib qo'yadi? Allohdan kelgan narsani birov to'xtatib qo'ya olmaydi. Allohdan berilmagan narsani hech kim topa olmaydi. Bolasi yo'qqa qani pushti kamaridan bolani sarflasin, 100 ming, 200 ming, 500 ming, 1 million dollar sarflasin. Bola ko'rmas, bepush ayolga, bepush erkakka sarflasin millionlab dollar. Qani bola qilaladimi? Alloh bermaganda pul bilan ham, kalla bilan ham, kuch bilan ham topolmaymiz. Dunyoda o tepadagi 20 talik millionerlarning qatorida turadiganlarni ba'zisini bolasi yo'q. Pushtidan bolasi yo'q. Tepadagi 20 talikda turish uchun o 20 milliarddan yuqorida pul bo'lish kerak. Qani shular shuncha tanishi, shuncha kuchi, shuncha puli bilan qani pushti kamaridan bola topalyaptimi? Alloh Qur'oni Karimda Mulk surasida aytadiki, agar men rizq bermasam qayerdan topasan deydi. Mana Jizzaxda lalmikori yer ko'p, a? Lalmikori yer. Yomg'ir yog'masinchi, qayerdan bug'doy bo'ladi? Qayerdan bo'ladi? Quyosh chiqmasinchi, kim mevani pishirib beradi? Olib chiqsin hamma boyligini. Mana hozir quyoshni gradusini 20 gradus qilib bersinchi. Mana hozir 15-14 gradus adashmasam hozir. Qilib bersin bizga hozir. Kakras bizga 25-27 gradus kerak. 2 hafta 3 haftadan keyin 30 gradus kerak. Agar quyosh 20 gradusdan o'smasin, qayerda pishadi mevalar? Shuning uchun biz bu din deganda
bir rasmiyatchilik uchun foydalanadigan narsada o'ylamasligimiz kerak biz. Xuddiki uyda o'lim bo'lsa, borani qorini olib kelib, so'rida Qur'on o'tirsin, bo'ldi, shu bilan patachilarni kuzataylik. Yo'q. To'g'ri, Qur'on o'liklarga o'qilsa savob bo'ladi, lekin o'zi asl Qur'on tiriklar uchun. Bugun Qur'oniga amal qil, mana bu narsa mumkin emas desa, sen vahobiy bo'lib qoldingmi deydiganlar chiqib qoldi. Shundaylar tilini tiyib olsin. Nima endi Allohimiz qil degan ishlarni qil desa, qilma degan ishlarni qilma desa, vahobiymi? Vahobiyga o'xshatmang. Fatvoda borki, bir vahobiy bas insonni vahobiy desa 80 darra urilish kerak deyilgan. Bu degani dubinkada 80 marta qo'yish kerak shu odam. Nimaga? Bir yaxshi insonni yomon insonga o'xshatilganligi uchun. Shuning uchun ozgina hayotimizda biz dunyoga nimaga kelganligimizni unutmasdan Alloh bu dunyoni yaratdi va bizni yaratdi. Qani sen bu dunyoda nima ish qilar ekansan? Shuni bitta o'zing ham ko'r. O'zing ko'rib qiyomatda shuni tan olasan endi. Shuning uchun yaratilganmiz xolos. Ayyukum ahsanu amalan deydi Alloh. Yaxshi amallarni qaysi birlaring ko'p qilar ekansizlar? Deb turib men sizlarni bu dunyoga tushirganman deydi. Yaxshi amal faqat umraga borish, hajga borib kelish, endi 60 ga kirdik, hajga borib kelib olaylik emas. Yaxshi amal faqat jaynamoz ustida o'tirish emas, aroq ichmaslik yaxshi amal. Nasha chekmaslik yaxshi amal. Pora bermaslik yaxshi amal. Pora olmaslik yaxshi amal. Zino qilmaslik yaxshi amal. Bir-birimizni obro'yimizni to'kmasligimiz yaxshi amal. Bir-birimizni orqamizdan gapirmasdan g'iybat qilmasligimiz yaxshi amal. Ihson sadaqat yaxshi amal. İnson bir ishi bilan jannatga, bir ishi bilan jahannamga borishi mumkin. Hatto inson pul bilan jannatga, pul bilan do'zaxga borsa bo'ladi. Qumorga pul tikayotganlar kimlar ular? Jinoyatga va haromga pul tikyapti bular. Bularda bu pul tikishi jahannamga olib boradi. Yetimga uy olib berayotganlar. 2 xonali domam 10 ming, 12 ming, 15 ming dollar hozir 2 xonali uy. Ha bunga yetimga pul uy olib berayotganlar inshaalloh shu pul bilan jannatga kiradi bular. Shuning uchun Alloh Qur'oni Karimda yer yuzida yomon ish qilmanglar dedi. O'zi aslida musulmon inson degani dunyoda eng bezapasni odam degani. O'zi aslida eng ishonchli, eng daverli odam musulmon odam bo'lish kerak. Shu darajada bo'lish kerak. Bugun nimaga bozorda siz menga, men sizga ishonmayapmiz? Nimaga bunaqa? Nimaga qo'shnilarning munosabati yaxshi emas? Bozorda mashinani probegini aylantirib 100 ming yurgan mashina bozorga chiqsangiz, bir haftadan keyin 25 ming probeg bilan chiqyapti. Kim shuni 75 mingni orqaga qaytardi? Kim qildi shu ishni? Allohdan qo'rqmaydigan bitta musulmon mashina purush sizdan olyapti 100 ming probeglik mashinani, menga sotyapti 25 ming probeg bilan. Chunki 75 ming ozaytirsa avtomatik tarzda 500 dollar qo'shiladi shundan. Kim qilyapti shu ishlarni? O'ldirayotgan kim? Musulmon. O'layotgan kim? Musulmon. O'g'rilar kim? Musulmonlar. Shu yurtimizda o'g'rilar kim? O'g'irlatayotgan kim? Ko'chada urib, birovlarning atbatini yorib, qonini to'kayotgan bolalar kim? Musulmon bolalar. Sen kofirmisan, siz nima deyapsan sen deydi. Men musulmonman deydi. Xo'p, nomda musulmonsan. Ha, desa mana men hozir bitta xalat kiyib, doktorning purashkasini kiyib, ha, desa men doktorman. Davleni o'lchayni siz bilmasam, ukol qiling siz bilmasam, tomirimga tushing siz bilmasam, sen mol doktormisan deysiz menga. Aniq bu. Nomda doktor bo'lish bilan, men doktorman deyish bilan doktor bo'lib qolmaydi inson. Men arxitektorman desa, bitta qo'yxonani chizmasini chizib bera olmasa, qanday arxitektor u? Xuddi shuni singari, ha, desa men musulmonman. G'iybat qilaversa, ha desa men musulmonman, zino qilaversa, yolg'on gapiraversa, aldaversa, kibr qilib o'zini katta olaversa, mansabi bo'lsa, puli bo'lsa, tanishi bo'lsa o'zini katta olaversa, unda dunyo vayron bo'lib ketadi-ku. Siz men desiz, mana men deyman. Sizda pul bo'lsa, menda ham pul bor. Sizda tanish bo'lsa, menda ham tanish bor. Nima bo'ladi? Oxirida konflikt chiqadi. Oxirida bir-birimizni nimadir qilamiz. Yo qon to'kiladi, yo o'lim bo'ladi, yo qanaqadir katta jinoyat bo'ladi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom al-muslimu axul muslimi dedilar. Musulmon, ey musulmon, sen aka-ukasan degan. Bir-biringga yomonlik qilma dedilar. Din o'zi aslida shuda. Mana ruscha maktabda ruscha o'qiganmiz. Papa, dada, mama, ona deb o'qiganmiz. Islom qanaqa til?
Forschami, arabchami, tatarchami, ruschami? Islom nima tildagi so'z? Bu islom so'zi arabiy so'z bo'lib, o'zbek tiliga olganda yaxshilik va tinchlik degan ma'noni anglatadi. Alloh diniga ismni o'zi qo'ygan. Siz bilan meni ismimizni dadamiz, onamiz qo'ygan-ku. Dinning nomini Alloh boshqa nom bermadi. Inna dina indallohi al-islamu dedi. Meni huzurimda eng haq din islom dini dedi. Buni nomi islom dedi. Islomning ma'nosi yaxshilik va tinchlik dini ekanmi? Islomdagi odam muslim deyiladi arab tilida. Ya'ni bizda musulmon deydi. Bu nima degani? Islom dinidagi musulmondan hech qachon birorta odam yomonlik ko'rmaslik kerak degani. Islom dinidagi musulmon inson notinchlikka sabab bo'lmaslik kerak. Dunyodagi notinchliklarni qilayotganlar ko'rinishidan agarchi musulmonga o'xshasa-da, boshida sallasi bor, jog'ida soqoli bor, uzun ko'ylakni kiyib olgan, la ilaha illalloh deb yozib bayroqni ko'tarib olgan, og'zidan Allohu akbar tushmayapti. Lekin qilayotgan ishini qarang, itam qilmaydi bular qilayotgan ishni. Yosh bola demayapti, ayol demayapti, erkak demayapti, katta kichik demayapti, musulmon demayapti, maktab, madrasa, masjid demayapti. Hamma yo'qni portlatib yo'q qilib yubordi. Iroq bilan Suriya nima bo'ldi? Kim qildi shu ishlarni? Tilida Allohu akbar deb turib, masjidni kinobkaningizni masjid portlatib yuboryapti. Nimasi bu? Yosh bolalarni qirib yubordi. Nimasi musulmon buni? Musulmon shaxs yomon ish qilmaslik kerak. Shuning uchun biz azda ikkita narsani tanlashimiz kerak. Bittasi yo kitob o'qib, yaxshiliklarni o'rganib yo o'nalishimiz kerak, yo kitob o'qigan odamga quloq solish kerak. Quloq solish kerak. Insonni kibri shunaqada, deb gapirsa kibrli odam. Kibrli degani o'zicha go'rdi. Hammadan ko'ra men ustunman deydi. Bu aytadiki, nima menga aql o'rgatyapti bu deydi. Azizlar, Allohning dini sizdan zo'riga ham aql o'rgatadi. Unutmang. Mana hozir chetda men nimadadir yo siz nimadadir kimdir nimadadir o'zini zo'r deyotgan bo'lsa, dinimiz islom, yana qayta aytaman, sizdan zo'riga ham aql o'rgatadi. Chunki bu Allohimizning dini. Chunki bugun 50 ga kirgan aka 50 yil oldin yo'q narsa edi. Yo'q narsa edi. Buni kim bor qildi? Men 44 ga kirdim. 44 yil oldin meni dadam bilan buvam yasab olmagan meni. Dadam o'tirib turib maytiga qosh qo'yaman, maytiga burun qo'yaman, buni ko'zi ko'radigan bo'ladi, quloqi eshitadigan bo'ladi degan bu funksiyalarni menga dadam tiqmagan. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum degan Alloh bergan. Sizlarga hayotni men berganman deydi. Ko'radigan, eshitadigan, gapiradigan men qilganman deydi. Xo'p, yo'q, Alloh qilmagan desa, bo'lmasam soqovlar, ko'rlar, karlar bor. Nima, dadasi shuni ko'r tug'ilsin dedimi? Shuni dadasi soqov, kar tug'ilsin dedimi? Qaysi ota-ona bolasini ko'r tug'ilishini xohlaydi? Qani shular yasab olmadi-ku. Qo'lidan kelmadi-ku bu narsalar. Ana Alloh shu narsalarni berdimi? Endi har bir Alloh bergan narsani yomonlikka ishlatsak bor-ku, qiyomatda shuning uchun biz nakazat qilinamiz. Shuning uchun biz azoblanamiz. Alloh bizga bergan narsalarni yomonlikka ishlatish uchun bermagan azizlar. Faqat ezgulik, yaxshi ishlarga ishlatsak, enekin inshaalloh shu ishlarimizdan enekin biz ajr olamiz, savob olamiz. Buni rus tilida dolya deydi. Dolya olamiz biz. Subhanalloh desang, "Men dolyani sani" deydi. Bomdod o'qisa, "Mana dolya senga" deydi. Uni nomini savob deydi. Qiyomat kunida ana enekin kir pajalsa jannatga deydi. Mana kir deydi. Nimaga sen normal odam bo'lib yashagan ekansan deydi. Bir odam kelgan ekanda, ateist bo'lgan ekanda, Xudoni yo'qdir ekan. Ochiqchasi yo'qdir ekan. Bir olimning oldiga kelib, "Sen Xudo bor deyapsan ekan. Xudoni borligiga bitta isbot keltir" degan ekan. Dalil keltir deganda, hali olimda baribir. "Sen nima deysan? Sen Xudoni yo'q deyman" deganda aytgan ekan. Bir dona Xudoni yo'qligiga dalil keltirsan, men uni borligiga dalil keltiraman degan ekan. Bir dona daliling bormi degan ekan. Hozir chetda o'tirgan hammamizga men mana shu mikrofonda turib, hozir aytsam sizlarga, mana choy chekkan piyolalaring bor-ku akalar, ha. Shu piyola o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan, sen kasalmisan deysiz, hammangiz aytasiz. Buni sexi bor. Buni stanogi bor. Turpog'ini qatdan privoznoy qilib olib kelib, shuni yasagan shuni. Sen nima deyapsan sen? Bu sexdan chiqqan deysiz. Xo'p, menimcha tupoy emasmi bu o'z-o'zi paydo bo'lib qoldi deydigan.
Bir zot aytadilar-da, yoningdagi kichkina bir detalni o'zidan o'zi paydo bo'lib qolsa ishonmayapsan-a? Ha. Nimaga dunyo o'zidan o'zi paydo bo'lib qolsa ishonyapsan deydi. O Lenin bo'lgan bilasizlar? Lenin. Din afyundur degan. Qiyomatda ko'ramiz, Xudo xolasa, asl basharasini. Lenindaqa dunyoda dinni buzgan odam yo'q Lenindaqa. Bizni zaharlagan o'sha bo'ladi. Ro'zadorning og'zidan suv quydirgan shu bo'ladi. Hali u ham ketdi, mana o'ligini hali ham yer qabul qilgan yo'q. Hali mishiq itlarni singari muzeyda yotibdi hali ham. Bu dunyodagi xorligi bu. Hali u oxiratdagisini ko'ramiz. Xuddi shular Xudoni yo'q degan mashina. Allohni yo'q degan shular bo'ladi. Xo'p, bitta piyala o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmabdi. Qo'limizdagi telefon o'zimizdan o'zi paydo bo'lib qolmabdi. Tishimizni ko'ylagan zubachiska o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmabdi. Ishonmayapsiz shunga. O'zidan o'zi paydo bo'lib qolsa. Nimaga olam, yer, borliq, quyosh, butun bor narsa o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi dedi ateistlar. Nimaga bunga ishonyapmiz biz? Men piyala o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi desam, men ahmoq bo'lsam, butun planeta o'zidan o'zi paydo bo'lib qoldi degan odam nima u bo'lmasa? Shuncha jonsiz narsa nimaga mana hozir yer havoda turadi. Mana astronomiya fanini o'qiganmiz maktabda. Mana yer havoda turibdi hozir. Qo'rqinchga olsa bilasizmi, qana xavotir narsa. Xo'p, shuncha jonsiz milliard narsa yuradi galaktikada, jonsiz narsalar. Nimaga bir-biriga urushib ketmayapti? 40 yil astronomiya bilan shug'ullangan olim juda katta sezdi, juda katta yig'ilishda 40 yil osmon bilan shug'ullangan odam mikrofonda aytdi shu gapni. Men 40 yil osmon bilan shug'ullandim. Galaktika bilan ishladim. Oxiri bitta xulosaga keldim. Galaktikani, osmonni, borliqni, samoni nimadir regulirovka qiladi dedi. Nimadir boshqaradi bu narsani dedi. Chunki bo'lishi mumkin emas shuncha jonsiz narsalarni bunaqangi tartibda bo'lishi mumkin emas dedi. Buni nomini aql bilan Xudoni topibdi deydi. Shu odam aqli bilan Allohni topdi shu odam. Shu odam topdi. Va kullun fi falakin yasbahun deydi Alloh. Osmonda, havoda hamma narsa suzib yuradi deydi. Uni men regulirovka qilaman deydi. Quyoshni pulti Allohning qudratida. Xohlasa hozir 40 olib chiqadi. Men uyda konditsionerni 23 qilib qo'y, 25 qilib qo'y, 27 qilib qo'y deyapmiz uyda. Dunyoni pulti Allohda. Xohlasa tosh yog'diradi, xohlasa qor yog'diradi, xohlasa to'q qilib qo'yadi, xohlasa xor qilib qo'yadi. Alloh aytadi: "Sen o'zgarmasen" deydi, "Ey bandam, men o'zgarmayman" deydi. Bu nima degani? Sen normalniy odam bo'lib yashasang, men qahr qilmayman deydi. Mana koronavirus, mana kechagi yoqqan 2 hafta deyarli yoqqan yomg'ir bor-ku, bizga "Hey bandam" dey. Mana radar tursa, migat qilyapmiz-ku, naryadagi odamga, dey qilib. Mashinamizda radar bor edi. Alloh bizga migat qildi. "Ey bandam, men borman" dedi. Nima qilyapsan dedi. Hozir yer yuzida odam zoti ramkasidan chiqib ketib qoldi. O'zidan ketib qolyapti. O'ylamaylik, mana to'qlikni biz kallamiz bilan topib oldik deb. Afrikada och bo'lib, dunyoda 1,5 milliarddan statistik ma'lumot bo'yicha dunyoda 1,5 milliarddan oshiq odam och, chanqoq yashayapti hozir. Nima ular tupoymi? Kallasi yo'qmi? 1933-yilda O'zbekistonimizda ocharchilikdan odam o'lgan ekan. Mana 101 ga kirgan hojilar menga shuni aytib berdi. Real tirik tarix. 33-yilda ochlikdan odam o'lgan deydi. Agar Alloh och qo'yaman desa ham hech nima emas, Allohga muammo emas, to'q qilaman desa ham muammo emas. Biz shuning uchun jon kuydiramiz xolos. Faqatgina bitta muammo bizni qo'rqitadi. Daraxtga o'rmonda 3-4 ta daraxtlar qurib qolar ekanda. Shu qurigan daraxtlar sababli o'rmon yonar ekan. Keyin ho'li ham yonib ketib qolar ekanda. Agar shu ichimizdagi yomonlarni o'ziga, iminni o'ziga balo kelganda mayli. Qo'pol qilayotganda battar bo'lsin edi. Shu fohisha turgan uyni o'zi, bir xona kvartirani o'zi yer yutib olganda mayli edi, battar bo'lsin edi. Allohga qilingan yomon ishlarni balosi ham bo'ladi. Lekin o'sha yomonlar tufayli bizga ham obsessivniy kelib qoladi bu balo. Xudo saqlasin, biz shundan qo'rqamiz xolos. Shuning uchun Alloh Qur'onda bir-biringni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytar degan azizlar. Azizlar, kecha vahlayni oldim, bildim. Endi bag'iga olsa, ishga olsa, sizni ishingiz bo'lsa, meni ham ishim bor-da. Ish faqat
jannatni eshigini ushlaganingda tugaydi deydi ish. Xo'p, bitta e'tibor berdim, ba'zi birlar umuman quloq solgisi ham kelmadi. Bizga qizig'i yo'q, u quloq soladimi, solmaydimi? Bizga o'pshim qizig'i yo'q u narsani, faqat xafa bo'lasizki, mana hokimiyatlarga ko'p yig'ilishlarga boramiz, Xudoga shukr. Shu yig'ilishlarda bitta ikkita odam telefon tutib o'tirsa, gaplashib o'tirsa, hokim buvalar, "Tur o'rningdan" deydi. "Tur o'rningdan" deydi. Nima sen majlisda telefon tutib o'tiribsan deydi. Majlisda madaniyati bo'ladi, odobi bo'ladi. Din bu odobda, din bu paniyatga, din bu kultura, estetika, etika. Bu din shuda, din farosatdan iborat. Jog'iga soqol qo'yib, do'ppi kiyib olsa bo'ldi, u yaxshi odam degani emas. Mani boshimda do'ppim bor hozir. Jog'imda soqolim bor mani. Hozir men yaxshi odam deganim emas bu. Shuning uchun men iltimos qilgan bo'lardim. Chunki men bu gapni ochiqchasiga aytmasam kim aytadi? Men sizlarga aytgan bo'lardim, shuni taklif qilgan bo'lardim. Menda vakolat yo'q, sizlarga topshiriq qilganim. Men faqat iltimos qilgan bo'lardim. Mabodo biror joyda dinimizdan gapirilayotgan bo'lsa, Qur'on o'qilayotgan bo'lsa, aka yoqmayotgan bo'lsa, ho'yda eshik bor. Qana kirgan bo'lsangiz, shunday ichib ketaverish kerak. Bo'lmasam bir ulug' zotning gaplari borda, yo foydang tegsin. Mabodo foydang tegmasa, hech bo'lmasa zararing tegmasin degan. Shunga amal qilaylik. Sababi yana qayta aytaman, dinimizdan gapirilganda quloq solmasak juda katta gunohkor bo'lib qolasizlar akalar. Men bitta hozir skaska aytib berganim yo'q. Mana hozir kamera yozdi. Men 23 yildan beri masala qilaman. Mana kamera yozyapti. Har bitta gapimga Allohim oldida, rahbarlarim oldida bitta javob beraman. Mabodo qaysi gapim yoqmagan bo'lsa, shu zapis, chetdagi bolalar meni adresimni, telefonimni, telegramimni biladi. Shuni yozib, sen meni nima deding? Shu gapingga javob berding, men yana Jizzaxga yana qaytib kelaman. Yana qaytib kelib o'sha gapimga javob berib ketaman, xudo xolasa. Men to'qib gapirganim yo'q akalar. Va hozir 7 minut gapirib, qoraga duo qilib bering deganimizda birov bizni batta so'kmas edi. Lekin Allohning oldida mana shu bugungi izdihomdan mana viloyat bosh imomlari o'tiribdi, mana ustozlar, domlalar o'tirishibdi. Shu yerda o'tirgan 6 bor-ku. Qiyomat kunida bugun bular shular necha million sarflab ihson qildi-da, pulni shipirib olgan yo'q bular ham. Bugungi ihsondan qiyomatda biz so'ralamiz biz. Rasmiyatchilik uchun kelib biz Qur'on o'qing, azla yaxshimisizlar, bularni ihson qabul qilsa Alloh akbar desak, qiyomatda domlalarga ham do'zax bor. Domla degani do'zaxga tushmaydi degani emas, ilmiga amal qilmasa, boy kambag'alni ajratsa ihsonga borishlikda. Qiyomatda do'zaxga do'mbira bo'ladi. Agar borgan joyida o'sha yerdagi xalqqa din va uni mohiyati haqida tushuntirmasa, qiyomatda biz javob beramiz. Bo'lsa arizani yozib mehrobdan biz yo'qolib ketishimiz kerak biz. Shuning uchun gapiramiz xolos. Keyin bu birinchisi, ikkinchisi birovni ihsoniga kelganda o'sha ihson qilayotgan odam yozib qo'ygan o'zini ishi bo'ladi. Shu ishga majbur rozi bo'lib o'tirish kerak. Bo'lmasa kelmaslik kerak. Men uyimda ihson qilsam, u ihsonga men xo'jayinchilik qilaman. Siz qilsangiz siz qilasiz. Hozir biz bularning ihsonida bizda. Bular hozir meni o'sha yerdan chaqirib, meni qoshimni ko'rgani chaqirgan yo'q bular. Men 700 kilometrdan batga 2 osham ovqat yermikinman yo Jizzax somsasini yermikinman deb kelganim yo'q. Telefonda ham olib keltirib olaman men Jizzax somsasini uyimga. Men bu yerga gapirgani keldim men. Gapiramiz, kimga yoqadi, kimga yoqmaydi, kim o'tiribdi ekan batda hozir nima qilar ekanlar, bizga uni umuman qizig'i yo'q. Mana gapirdik, inshaalloh to'g'ri haqiqatlarni gapirdik. Doktorning ishi uka yo aka sahrmisiz, keling deydi. Mana narsalarni yemang, mana narsalarni yeng. Mana parhez, mana palojin, mana nipalojin deydi. Mana sizga qog'oz deydi. Endi o'sha odam tasavvur qiling, men bo'lsam, shunday chiqib turib, qog'ozni bitta g'ijimlab turib, doktorga pashol deb qog'ozni bitta musorga tashab ketsam, kimga zarar? Meni o'zimga zarar bo'ladi, doktorga zarari yo'q. Shuning uchun men gapirdim. Kim menga pashol deydi, o'chir ovozingni deydi, menga umuman qizig'i yo'q. Kim amal qilsa o'ziga, amal qilmasa ham o'ziga. Biz mana inshaalloh qiyomatda shetdagi domlalar bilan birga bugungi izdihomdan inshaalloh osonlikcha o'tib olamiz savol javobida. Nimaga? Qur'on o'qildi, maviza bo'ldi, bildim malol kelayotganim. Malol kelayotgan bilib turibman men. Kimdirlar pitillab o'tirib. Lekin u bizning ishimiz emas u.
Biz ishimiz gapirib qo'yish. Mana gapirdik biz. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. To'g'ri xulosa qilib, to'g'ri qabul qilsak hammasi yaxshi bo'ladi.